Qadrli obunachilar, va nihoyat biz 3 ta B legenda tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa, yuvib tozalab, chiroyli qilib tayyorlab qo'ydik. O'shan bitta pakrugu obzor qilaman. 2007-yil Sons gibrid qilib boshdan terdik. O'zlaring ko'rib turibsizlar, o'zlaring ko'rib, kuzatib borlaring ham juda ham ko'pchilik. Xudo xolasa boshchamiz sotishga tayyor bo'lib, obunachimizga xudo xolasa buni o'sha bizga tushgan puliga beramiz deb va'da qilganmiz. Motor sovugan hali. Qizigan. Motor holati mana holatlari hamma turibdi. Ustilari almashmagan. Ustilari pechat, Sons trambular 2007-yil Lux konditsioner bo'lib, boshamiz bitgan. 4 ta 15 baloni bor, 2017-yil metan gazi bor. Holatlari zo'r turibdi, chotga turibdi, pollari juda noqangali, endi zang bavr bo'ladi, noqangi ko'p emas, lekin 2017 temir metan gaz baloni bor. Aytib o'tay, yana zapaska baloni bor, damkratlari, mana bu narsalar, hamma narsasi bor, ularni qo'shib beraman. Masalan, yuvish maqsadida anaqa qildikda, qo'plashadik. Mo'shan lekin o'z yurish-turishlari vashi bomba, chotga bo'lib, xudo xolasa, motorlari noldan bo'ldi buni. Hozir videolarni boshiga qo'yib ketaman, o'sha motor qilingan holatlarini ko'rasizlar. Xudo xolasa, mashinaning oxirgi to'xtagan narxi 3600 ga to'xtadi. 2007 Sons gibrid motor bo'ldi. Motorni ana blogi o'zi qoldi, tepasiga terdi. Shuni hisobiga dokumentlari xudo xolasa tanib bo'lib yuraveradi. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Bitta mana shu qanotda o'zida kraska bor. Buni qanotini kraskalarni keyin video qilaman, haligi kraska tekshirish video qilgan paytimda ko'rib olasizlar. Shu mashinani o'zini qilib qolaman. Mana shu qanotning o'zi kraska, keyin mana shu tayda petnosi bor. Mana bu yerda petno bor. O'sha chetda zangi bor edi. Shunga ishlaganman. Mana shu yerni sepkamiz petno qilib, mana nimani uchida petnosi bor. Bu tomonidan xuddi shunaqangi petno bor. Bunda ham petno bor, bunda ham petno bor, bunda ham petno bor. Mana shunaqangi qilib, hali taglaridagi faqat zanglariga sepilgan. Kechqurun bitta video qilaman, shotga qilib, o'shanday ko'rasizlaring bo'ladi. Mana nihoyat toycha tayyor bo'ldi sotishga. 3600 ga to'xtadi, 3600 ga. Mana shu holatini xudo xolasa beraman. General davernislar bo'ladi, bexijolat kelib, gen davernislarni qilib olib ketsaring mumkin.